Bugungi mazmunni o'tkazatmay ko'ramsa, bo'lmasa muhim xabardan birini o'qimay qolsizlar. O nima desanglar, bo'pti, taqazzo qilib oxirida demay, hozir deyutay. Sanubar Tursun ustozning Gaotay Yishu Zhongxin bilan birlashib o'tkazmoqchi bo'lgan 2024-yillik Naq maydon naqshi musiqa kechiligi 1-oyning 2-3 kunlari Urumchida o'tkazilmoqchi. Mana bugun shu kechilikning tunji paylansini qildik. Balkim nurg'un do'stlarimiz taqozo bo'lyotdi-ku deyman. Bu qitimqi kechilikning alohidaligi Sanubar Tursun ustozdan sir yana nurg'un talantli muzikantlarmi bor. Eng masligimni keltirgini mana mao o'moqlar. Bir ko'rib tunib olgansizlar, Yomg'ir studiyasining cho'lponlari bu. Bu o'moqlarga Yomg'ir studiyasidagi talantli ma'lumlarning ko'p yillik ajr singanga, shunga mana naq maydonda hammamizni hayron qoldiryapti bu o'moqlar. Yer bo'lsa, tar bo'lsa, suv boshlisa, tashmisa, suv boshlisa, tashmisa, mashrab bo'lsa, munda bo'lsa, hamma kishi sho'xlisa. Mashrab bo'lsa, munda bo'lsa, hamma kishi sho'xlisa. Andan bu kechilikning yana bir qiziq to'g'an yerining bo'ldi desanglar, bu kechilikning rejissorligini Mavlan, ya'ni Inqashqar desam bekrak tunislar deyman. O'z ustiga opto. Demak, bu kechilikning mayli sahna loyihasi yoki sahna kiyimlari bo'lsin, cho'qim o'zga chiqadi deb o'ylayman. Amsa davomli bizning vlogga diqqat qilib turinglar. Mush kechilikning eng yangi uchurlarini yo'llab turamiz. Bizni qo'shilishni unutmanglar. Biz Lidarum Mediasi. Xayr xo'sh.